Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, iqtidorli mo'yqalam sohiblarini aniqlash maqsadida yosh musavvir tanlovini tashkil etdi. Ayni vaqtda tanlovning Termiz shahar bosqichi qizg'in davom etmoqda. Ro'zi Choriyev nomidagi Surxondaryo ixtisoslashtirilgan san'at maktab internetida bo'lib o'tgan tanlov tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Tanlov ishtirokchilariga atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili mavzusida ijodiy ish yaratish vazifasi topshirildi. Bu mavzu yoshlarda tabiatni muhofaza qilish, ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyot tamoyillariga bo'lgan tushunchani shakllantirishga qaratilgan. Tanlov nizomiga muvofiq ishtirokchilarga o'z g'oyalarini rang tasvir va grafika yo'nalishlarida aks ettirishlari uchun 3 soat vaqt ajratildi. Tanlovda 12 yoshdan 17 yoshgacha va 18 yoshdan 30 yosh toifalaridagi ijodkorlar o'z san'at asarlari bilan qatnashdilar. 5 yoshimdan boshlab rasm chizishni boshlaganman hamda bu menga juda ham qiziq va bu mening eng sevimli hobbimdan biri. Chizishga bo'lgan qiziqishim juda ham baland. Hozirda men quyosh botishi haqida, ya'ni o'sha rasm tasvirlamoqdaman hamda bu rasmda tabiat haqida bo'ladi. Unda yashilliklar hamda quyosh botishi chizmoqdaman. Ishtirokchilarning ishlari mavzuga mosligi, ijodiy yondashuv, texnik mahorati, rang va kompozitsiya uyg'unligi mezonlari asosida baholandi. Tanlov jarayoni hakamlar hay'ati tomonidan baholanib, eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan ishtirokchilar g'olib deb topildi. Tanlov yakunida har ikki yosh toifasida eng yaxshi natijalarni qayd etgan ishtirokchilar viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Ular endilikda Surxondaryo viloyati miqyosida o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etib, o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazadilar.